Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tong xayrli bo'lsin azizlar. Biz juda ham xush kayfiyatdamiz. Sizchi? Menimcha yurtdoshlarimiz hozir bizni nihoyatda bir intizorlik bilan kutishyapti. Chunki har dushanba tongini ular ham mana shunaqa xursandchilikdan, yaxshi xabarlar bilan va eng muhimi xush kayfiyatda qarshi olishga o'rganib qolishdi. Har tongini biz bilan boshlaydiganlarga tong xayrli bo'lsin deymiz va shunga munosib mehmonlarimiz kelishgan, ancha uzoq kutilgan mehmonimiz, siz yaxshi ko'rgan, bizni ota-onalarimiz yaxshi ko'rgan, nihoyatda elimiz suygan ijodkor kelganlar. Ular bilan bugun kechadigan suhbatimiz sizga nihoyatda xush yoqadi va albatta ko'p qo'shiqlar hamrohligida eng chiroyli dasturni sizga ilinganmiz. Demak, ekranga yaqinroq o'tirasiz. Ekranga yaqinroq o'tirasiz va shu o'rinda ana endi qaysi mehmonni omon ijodkorlari taklif qilishgan ekan, qaysi ijodkor ekanlar o'zi bu degan savollar bilan bizga intiq boqayotganlar bo'lishi mumkin. Shu o'rinda bugungi sanada o'zlarini tavallud kunlarini nishonlayotgan yurtdoshlarimiz ham menimcha talaygina ular o'zlarini tabriklarini ijtimoiy tarmoqlarimizga yozib qoldirishlari mumkin. Biz esa mamnuniyat bilan aziz mehmonimizni taklif qilamiz. Albatta. Demak, qarshi olamiz intizorlik bilan kutgan mehmonimiz erta tongdan ob-havoga qaramasdan har qanday sharoitda ham muxlislar ko'nglini o'ylaydigan ijodkorimiz keldilar. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, elimizni suyukli xonandasi Sulton Poshsha O'dayevani qarshi olamiz. Marhamat. Dağdırıman çıkıp kalsan eldimden, seni de parkı dünyadan geldim ben. Dağdırıman çıkıp kalsan eldimden, seni de parkı dünyadan geldim ben. Bana azap sana rahat buyurgan, kaçana çakar bulamam destinden. Bana azap sana rahat buyurgan, kaçana çakar bulamam destinden. Men aynanin canım azaplı verme, halımlı mundanam haraplı verme. Men aynanin canım azaplı verme, cevap vereyim ben soraklı verme. Başkalara aytma elemlerini, içine yut da düstemlerini. Başkalara aytma elemlerini, içine yut da düstemlerini. Beni güydürmekten maza taparsan, unutasan maza demlerini. Beni güydürmekten maza taparsan, unutasan maza demlerini. Men aynanin canım azaplı verme, halımla mundanam haraplı verme. Men aynanin canım azaplı verme, can vereyim ben soraklı verme. Şertin kız balanın ağrı var. Hiç kimlere sıram açıp aytamam. Ben şertin kız balanın ağrı var. Men aynanin canım azaplı verme, halımla mundanam haraplı verme. Men aynanin canım azaplı verme, can vereyim ben soraklı verme. Sever yara kurup bedelen beri, benim bilen seyrim bağlar.
canım azaplayıverme Halımı mumdanam kıraplayıverme Ben aynanim canım azaplayıverme Can vereyim beni soraklayıverme Ben aynanim canım azaplayıverme Halımı mumdanam kıraplayıverme Ben aynanim canım azaplayıverme Can vereyim beni soraklayıverme Qoyil, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush Assalomu kelibsiz. Keling, Sulton Poshsha, Yo, mani marhamat. kutyaptilar. To'xtang. Albatta, Voy, albatta, aylaning albatta, sizdan. Qo'lingizni oling, qo'lingizni oling. Keling. Aylaning, keling. Voy, sog'liqlaringiz yaxshi. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Xush kelibsiz. Sizmisiz? Keling, marhamat. Yaxshi keldingizmi? Keling ona. Keling. Yaxshi keldingizmi? Bularni ham chaqiraylik, o'tirsin. Keling raqqosa xonim. Ha? Keling. Kiyimlarni almashtiradilar keyingi qo'shiqqa. Shuning uchun. Shuning uchun. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi keldingizmi? Men siz yoningizga o'tiraymi deyman, a? Mayli. Qanaqa ana. bo'larkin? Shunaqa zo'r bo'ladi. Voy, ana. Juda ham xursandmiz. Bekorga juda sizga yaqin o'tirolmadim. Bekorga yaqin o'tirolmadim. Bemalol, bering. Yordam berib turaman sizga. Sulton Poshsha opa, yaxshi keldingizmi? Rahmat, xudoga shukr. Mana issiqqina choylar sizga erta tongdan. Rahmat. Qarang, Choy xalqimizni ichmovdim, yaxshi oldi. xalqimizni yaxshi Chalmovdim. ko'rgan, muxlislarni yaxshi ko'rgan ijodkorlar shunaqa mas'uliyatli bo'lishadi. Rahmat. Uxlamadilar hatto. O'zlari raqqosalarga ham tayinlab, hammaga tayinlab chiqdilar. Shunaqa mas'uliyatli ijodkorlarimiz ko'p bo'lsin deymiz. Hozir sizni minglab, millionlab desam ham xato bo'lmaydi, muxlislaringiz ko'rib turishibdi. Keling, ular bilan salomlashib oling. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz muxlislar. Mana bugun Umidaxon anchadan beri taklif qilib yurdilar. Bu deb kelolmay yurdim. Mana bugunga nasib qilgan Qorli ekan. kunlarga nasib qilgan ekan. Qorli kunlarga ham aytdim. Buni ham gashti bor dedim To'ppa-to'g'ri. Umidaxonga. Kelib oldik amallab. Aylaning. O'zingiz aytdingiz-ku, sal kunlar issa boraman bolam degan edingiz. Yozib dushamni belgilagan. qorga buyurib. Qorlar yog'ib ketdi. Lekin studiyamiz issiqqina, qalbimiz bahor. Sizni ko'ryapmiz, Yaxshi, xursandmiz. Siz mana ota-onamni to'ylarida ham qo'shiq aytgan ekansiz. Yo'q. Ha, onamga bugun ona duo qiling. Mana bugun ustoz san'atkorimiz Sulton Poshsham kelar ekanlar, opamiz desam, ular bizani to'yimizga borganlar dedilar. Lekin afsus, endi o'sha paytda video tasvirlar bo'lmagan ekan, chaqirishgan ekan. U odam kelgan ekan ham. Keyin shu pulini olibdi-yu, keyin nimadir bo'lib o'sha odam men ko'rayotgan bo'lsalar, hozir iltimos shu tasvirlar bo'lsa bering, qancha so'rasangiz pulni beramiz. Siz. O'sha paytda lekin onam aytdilarki, ularni hech kim taklif qilmagan ekan. Yoki adashib kirib qoldilar, yoki bo'lmasam shunchaki o'tib ketayotganlarida shu xonadonda to'y bo'layotgan ekan, kirib o'tay deb kelganlar debdi. Endi Toshkentda bo'lgan to'y, lekin shu kelgan bir xizmat safarida kelganingizga kirganmisiz? Chunki o'sha paytda siz yulduzli onlaringiz bo'lgan, Sulton Poshsha O'dayeva keldi deganda to'y zo'r bo'pti degan gap bo'lganda. Keyin qarindoshlardan so'rashsa, otam ham, onam ham so'rashganda, lekin biz chaqirmaganmiz, lekin o'zlari keldilar deyish. Shunaqa holatlar ko'p bo'lgan. Shunaqa holatlar ko'p bo'lmasa ham bo'lib turadi. Bir Ishqilib pulni so'ramasangiz bo'ldi. Tekinga borgan ekan, pulini bering. kamida 2-3 marta bo'lgan. Hali 1-2 yillikda ham mana shu Osiyo nimasiga bizani to'yxonasiga aytishdi. Osiyo deganda eshitdim-da men, demak u boshqa bo'lgan. To'y bo'lib turibdi, Nasibaxon ashulab turgan ekan, Abdulla shunday kirib, to'g'ri kirdim, Dildoraxon ekan o'rtakash. To'g'ri o'sha ularning oldiga borib o'tirdim. Endi bu yoqda ashula ular o'tiradi-ku, o'rtadan boradiganlar. Dildoraxonni kimga to'yi bu dedim. Hamma o'tiribdi, jim ashula eshityapti. Bu palonchi to'y, palonchini to'y emasmi bu dedim. Yo'q dedi. Shundan orqaga qarab qocha. Qo'shiq aytmaydingiz, Qo'shiq aytmasdan, unda qo'shiq aytib turdi, lekin yana bitta to'yda bitta dugonam bilan, shoira dugonam bilan bordik. Shu kirib o'tirib bu stolga nimalar bilan, san'atkorlar bilan birga 1 soat o'tirib ovqatlanibmiz, choy ichib, hamma narsani nima qilib, keyin eshikdan hamma kirib kelaverdi, hech bizani chaqirgan odam tanimayman endi. Yo'q. U ko'rinmadi. Keyin bittasini chaqirdi, bu to'y chiqqan, to'ychi dedim. Palankasi degan to'ychini to'yimi bu axir o'zi desam,
yo'q dedi ular ham dabdala. Shu keyin ikkalamiz ham turib sekin chiqyotdik, to'ychi shu yoqda turgan ekan. Voy nimaga ketyapsiz opajon, bir quvondim, xursand bo'ldim. O'tiring deyapti. Shu bir joyda shunaqa nima bor ekan. 4 ta to'yxona bir joyda ekan, bundan. Qayerda esimda yo'q. Naryoqda ekan bizaniki. Shu to'yxona. Ularni ham xursand qilib ketmadingizmi? Endi boshlanmadi hali to'y. To'y boshlanmadi. Keyin uzr so'rab, sekin chiqib o'zimiz to'yga bordik. Mana shu qiziq voqealar. Bu yerda yaqin deydi orasi. Qorin to'yg'izib olibsiz ish bo'lmaganda bo'ladi. Dasturxon ham zo'r ekan. Maza qilib. O'tirib biz bemalol hech kim ishi yo'q lekin biz bilan chaqirilgan deb o'ylayapti-da. To'ychi ko'rib shunaqa ayol kishi ekan, bizga ketayotganda xursand bo'lib nima qildi, lekin uzr dedim. Shunaqa. Naryog'ida xorazmlik qiz o'g'lini uylantiryotdi-da, xorazmlik qiz. Shogirdlarimizdan o'zi nimada teatrda o'qigan qizda yaxshi. Shunaqa vaqt o'tib ketibdiki, shu o'g'illarni to'y ekan. Keyin shu yoqqa kirdik. Albatta, nasib baribir. Kimgadir shunaqa kutilmagan holatlarda sovg'a bo'lib ham borasiz. To'g'ri. Ular sizni orzu qilishadi, yaxshi ko'rishadi. Mana bu yil adashmasam shu 8 yoshlaringizdan, 7 yoshlaringizdan qo'shiq aytishni boshlagansiz. Salkam 60 yildan oshyapti san'atga qadam qo'yganingizga ham. 50 yil. Bu to'g'ri. Endi boshidan hisoblasangiz, 2-sinfdan aytib boshlaganman. 4-sinfdan Xorazm televideniyasidan chiqib ashula aytib boshlaganman. 4-sinfdan. O keyinchalik 7-8-sinflarda bu yoqqa Toshkentga keldik. Marhamat talantlar telekonkursi bo'ldi. Undan keyin kuylan yosh xonandalar ko'p edi u paytda shunaqa nimalar. Ko'pchiligida qatnashganman. Ana o'sha Marhabo talantlar o'sha ko'rik tanlovida sizni ona haqidagi qo'shig'ingiz onajon xalq sizni yaxshi tanishni, tan olishni boshlagan. O'sha paytda 16 yoshmidingiz, necha yosh? 18 yosh. 14 yosh edingiz. 7-sinf edim-da. 8 ga endi o'tdim. Bizda o'sha video tasmalar bor. Keling birgalikda hozir ko'rsak. Muxlislarimiz ham hozir ko'rib o'sha onlarga qaytishadi. Bizning ota-onalarimiz o'sha davrlarni eslashadi. Hozir birgalikda ko'ramiz hozir. Ana o'sha jajji qizaloq o'sha paytlarda orzularingiz ushalgan, siz qo'shiq aytishni juda ham xohlagansiz, lekin biroz otajoningiz qarshi bo'lgan ekanlar. Endi yoshligimda nima qilmadim. Lekin yutuqlaringizdan quvonganlar-ku, to'g'rimi? Keyinchalik shu endi bir maqtanish bo'lmasin, o'zimizni tumanimizni hokimi borib dadamga yalinib o'tirardi to'g'risi. Iltimos qilib. Shu nima shunaqa talantli qizingiz bor, bizni faxrimiz. Shu konkurslarga keyin nima shu rayonni, viloyat tadbirlarga qatnashsin, iltimos. Shu Toshkentga ham yubormoqchi emas, qo'rqibdi endi bir qiz bola. Shu bir dona soch tor to'kilsa ham biz javob beramiz deb yonimda odam qo'yishardi. O'quvchiman-da. Toshkentga biz qurultoylarga kelardik. Undan tashqarida endi. Keyin eshitishlarga kelardik, har xil eshitishlar bor televideniyada. O'shalarga chaqirishlar, shularga kelganda yonimda odam kelardi, katta odamlar mana. Shunaqa qilib bu dedi 9-10-sinf bo'lgandan keyin otam aytdiki, endi katta qiz bo'lib qoldi. Endi bu ovqat pishirishdi, shunaqa ishlarni, oilani ro'zg'orni, ishlarni o'rganish kerak deb turib 1-2 marta olib qoldi-da. Keyin hali hokimimiz o'zi keldi bechora. O'zi kelib, yalinib, yolvorib, keyin olib ketib nima qilishdi. Mana hozir sizni ko'rib beixtiyor hamma muxlislarimiz eslashdi o'sha onlarni. O'zingiz ham bolalikka qaytdingiz menimcha tasvirlardan. Yoshlik baribir boshqacha edi. Baribir. Qaysi paytlaringizni ko'p eslaysiz? Maktab paytlarinimi yoki talabalik paytlarini? O'qib yurgan paytlarim eng beg'ubor, eng beqayg'u,
nima deydi, hech bir narsani o'ylamaysiz, unaqa nimalar yo'q. Faqat shu o'yin kulgi, maktab o'qish, qo'shiq. Maktabda menda juda ham haligi bizning musiqa o'qituvchimiz juda ham yaxshi, faol. Yana bizning maktab direktorimiz san'atni juda sevadigan, o'zi torchalib ashula aytadigan odam edi. O'shaning uchun musiqa o'qituvchimizni chaqirib, bu qiz bilan alohida shug'ullanasan deb topshirgan musiqa o'qituvchimizga. Alohida shug'ullan. Bizning maktabimiz rayonlar ora nimalar bo'lardi, konkurslar. Shu birinchilikni oladi har doim. Chunki o'qituvchi hissangiz bo'lardi unda. Ha, hissamiz ham bo'lardi, keyin o'qituvchimiz ham yaxshi edi-da. 3-4 ovozli qo'shiqlar o'rgatardilar xorlarimizga. Toshkentni, maktab o'quvchilari. Bu yerda Toshkentni bitirib ketgan, juda ham ilmi yaxshi nima bo'lganda, ustoz bo'lgan endi. Mana ustozni o'quvchiga ta'siri qay darajada? Bu insonning shakllanishida, orzulariga intilishida ularning qanchalik ahamiyati bor. Shunga ustozlardan iltimos qilgan bo'lardik. Har bir insonni, har bir bolani qalbida juda bir katta ishtiyoq bor, orzu bor, iqtidor bor. Uni kashf qilishda ustozlar nihoyat ahamiyati katta. Sultonposh opamga SMS nomalar keldi, Bahodir. Birgalikda ularga o'qib beramiz. Hozir yurtdoshlarimiz ularni tomosha qilishyapti. SMSlar yomg'irini boshlashdi. Katta rahmat aytamiz hammalariga. Umidaxon Bahodirjon, quvnoq kayfiyatda ko'rsatuvni boshlaganingiz uchun rahmat debdilar. Biz sizlarni Jizzaxdan tomosha qilyapmiz. Xonimoy buvingiz bo'lamiz. Aynan. Jiyanim Olimjonni tug'ilgan kuni bilan tabriklab qo'ying. Sultonposh xonimga sog'lik, omonlik tilab qo'ying debdilar. Sizga sog'lik tilayaptilar. Rahmat debdilar. Sultonposh opa, sizlarga bahor muborak bo'lsin. Juda ham yaxshi bo'lib kelganlari. Umidaxon Bahodirjon salomni yetkazib qo'ysangiz G'ijduvondan Ahmed va Mohiraxon bo'laman dedilar. Mana yetkazdik. Mohira opa yetkazdik. Jizzaxda qor yog'yapti deb yozyaptilar. Xon nickname-dan bizga kelgan xabar va keyingi salomlar ham bor. Assalomu alaykum Umid opa, oilaviy sizlarni tomosha qilyapmiz. Tojikistondan onajonim Shoiraxon opani tavallud kunlari 8-martda iltimos tabriklab qo'ying deyaptilar. Tabriklaymiz, tabriklaymiz. Xurshidaxon Yo'ldasheva bizni tomosha qilyaptilar. Omon zo'rda debdilar. Hozir Umidaxon, Nargizaxon Ulashbayeva yozyaptilar. Bizlarning to'yimizga ham adashib kirib qolsinlar. Sultonposh opa. Sanasini ayting, yozing. Sultonposh opam bag'ri keng insonlar, to'g'rimi? Adashmay ham boraveramiz. Adashmay ham boraveramiz. Hojiar bibi onajonim, hoji onamizni tabriklab qo'ysangiz, ular sizni juda ham yaxshi ko'radilar debdilar. Chin dildan tabriklaymiz. Xorazmdan, Shovotdan Xurshidaxon bo'laman dedilar. Mana sizni tabriklashyapti. Katta rahmat aytamiz. Jizzaxdan tomosha qilishyapti. Qahramon Poyonov yozyaptilar. Qashqadaryodan muxlisingizmi? Sultonposh opa sizni ko'rib xursand bo'ldik deyishyapti. Ana. Yana nomalarni yo'llang, savollaringiz bo'lsa yo'llang, ularni ham o'qib eshittiramiz, o'z egalariga yetkazamiz, lekin hozircha bizda qisqagina reklama, tez orada yana qaytamiz. Aziz vatandoshlar, Omon dasturi jonli efirda davom etmoqda. Dasturimiz avvalida biz savol bergan edik. Bizni qayerdan kuzatyapsiz? Yozing, sizda ham qor yog'yaptimi yoki yo'q degan savollarni yo'llaganmiz. Ko'plab javoblar yetib kelgan, Umidaxon. Albatta, va Sultonposh opamizni kelganlari hammaga xush yoqqan chog'i, hamma salom yo'llayapti, bolalikka qaytyapti. Bahodirjon, Umidaxon salomni yetkazib qo'ysangiz, ularni juda ham yaxshi ko'ramiz. Sultonposh opaga sog'lik tilayman. Naziraxon Bekmirzayeva. Hojar bibi hoji onamni tabriklab qo'ysangiz, tabriklaymiz, umrlari uzoq bo'lsin. Biz sizlarni Xorazmdan tomosha qilyapmiz. Samarqand, Kattaqo'rg'ondan, Salohiddindan kursdoshlarga salom bo'lsin. Bizda ham qor, Navoiydan kuzatyapmiz debdilar. Rahmat sizga Sultonposh opa, yoshliklarda qanaqa bo'lsalar, hozir ham o'sha go'zallar, qoyil Qashqadaryodan Kosondan shohid yozibdilar. Haqiqatan ham Muhammad Ali, assalomu alaykum. Qorlar muborak bo'lsin. Sultonposh opani marhabo talantlar tanlovidan buyon yaxshi taniymiz, ko'p yashang dedilar. Tojikistondan Muhammad Xolboboyev tomosha qilyaptilar. Farg'onadan mehrli salom bo'lsin. Juda samimiy va fayzli olib boryapsizlar. Rahmat sizga. Ashadiy
muxlisangiz Hadiyaxon bo'laman, sizdan boshqapaga rahmat debdilar. Zangiotada Rahmat qor sizga. yog'ayotgan ekan, Toshkentda qor gupullab yog'yapti deb yozishyapti, Qashqadaryoda ham qor yog'yapti deb yozishgan, lekin Farg'onada shamol bor, lekin qor hali yetib kelmadi deyishdi. O'sha shamol bilan Agar sekin yetib keladi hozir. qor xohlayotgan bo'lsangiz jo'natib yuboramiz. Bugun onajonim tavallud kunlari, umrlari uzoq bo'lsin, bunday yoshlarning ko'plarini ko'rsinlar. Malikaxon farzandlari tabriklayaptilar. Tabriklaymiz. Xorazmdan, Shovotdan Izzatbek bo'laman. Sultonposhshopa O'dayeva Oqilon qo'shig'idan bo'lsin debdilar. Oqilonni jonli eshitamiz. Hozir biz eshitadigan ko'p qo'shiqlar bor. Ulardan birini eshitsak, ijodingizda eshitib mazza qiladigan, so'zlarni mag'zini chaqadigan juda ham ko'p qo'shiqlaringiz bor. Shulardan birini hozir hadya qilsangiz. Qoshi qarolim. Marhamat. Qoshlari qarolim. Keling. Omon sizni sizni taklif etamiz. Marhamat. Keling. Men o'zim olib chiqib beraman. Administratris bo'lib yursam bo'lmaydimi, Bo'ladi, Sultonposhsho? bo'ladi. Sultonposhsho, to'ylarda adashmaysiz lekin. O'zim shundoq to'g'ri olib boraman. Keling. Kaşları karalım, gözleri belalım. Ah şirin hayalım, ceylanım, ceylanım. Bağımda baharımsan, cana haridarımsan. Bağımda baharımsan, cana haridarımsan. O leyli naharımsan, ceylanım, ceylanım. O leyli naharımsan, ceylanım, ceylanım. Kaşları karalım, gözleri belalım. Ah şirin hayalım, ceylanım, ceylanım. Bakışlarım enalım, söhbetler şifalım. Bakışlarım enalım, söhbetler şifalım. Ah canıma cezalım, ceylanım, ceylanım. Ah canıma cezalım, ceylanım, ceylanım. Kaşları karalım, gözleri belalım. Ah şirin hayalım, ceylanım, ceylanım. Ne sevda bilip bulmaz, yanına gelip bulmaz. Ne sevda bilip bulmaz, yanına gelip bulmaz. Yürekli yulup bulmaz, ceylanım, ceylanım. Yürekli yulup bulmaz, ceylanım, ceylanım. Kaşları karalım, gözleri belalım. Ah şirin hayalım, ceylanım, ceylanım. Arzularıma aktın sen, altın tacı taktın sen. Arzularıma aktın sen, altın tacı taktın sen. Uğurlangan baktım sen, ceylanım,
ceyranım Oğurlangan baxtimsan ceyranım ceyranım Kaşları karalım gözleri belalım Ah şirin hayalım ceyranım ceyranım Kaşları karalım gözleri belalım Ah şirin hayalım ceyranım ceyranım Kaşları karalım gözleri belalım Ah şirin hayalım ceyranım 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 Jayronim deyaptimiz. Ha? Men chaqiryapsizmi shunda? Ha? Keling. Aynan sizdan. Voy, lekin so'zlari o'ylantirib qo'ydi bizni. Zulfiya hada xonim Mo'minova. to'ppa to'g'ri yurakka yetib boradi. Rahmat. Rahmat. Zulfiyaxon oqilonni yozgan odam. Albatta Zulfiya xonim To'ppa sizni to'g'ri yurakka yetib ijodingizda boradi deydilar. Demak, Umidaxonda yurak bor ekan. albatta Umidaxon lekin o'zingiz ham hozir sezdik ancha katta yuragingiz bor ekan yig'lab o'tirdingiz zo'rg'a Temir xotinsiz deb yuribman. yo'q. menimcha bu qo'shiqni to'lqinlanib eshitmagan Rahmat, inson rahmat, bo'lmasa kerak siz rahmat. aytgandek agar bu qo'shiqdan to'lqinlanmasa demak yuragi yo'q Rahmat sizga. Sulton Sizga Poshipam, rahmat. Eshitishdi, hamma ham eshitishdi. ha Umida qo'shildi. eshitish qiyin a bugun xalqaro eshitish kuni ha, yig'lab yuboray dedilar, zo'rg'a. To'g'ri. Bundoq qilib emlab, Umidaxon tushingiz oqib ketadi, yig'lamang deb zo'rg'a aldab turdim. Sulton Poshipam, qarang, o'zi Xorazmdan bir yoshlari kattaroq biror bir san'at vakillari kelishsa so'rayman deb niyat qilib qo'ygandim. Xorazmda menimcha qo'shiq aytmaydigan odamni o'zi bo'lmasa kerak-a. Qo'shiqchi bo'lmasa ham hech bo'lmaganda oddiy insonlar, boshqa kasb soha vakillari bo'lsa, qo'shiqlarni juda toza, o'sha notada haqiqiy musiqadan bilimi bor deb aytishadi-da. Keyin ayniqsa raqsda ham ayollar. Raqsi Joyiga ham, qo'yishadi. voy. Oddiy ayollar hech unaqa o'ynamaydi chiqadi, lekin shu to'y raqslarga bo'lsa, chiroyli tushishadi shunaqa zo'r raqsga Ko'rib tushadi. turamiz. san'at shinavandalari ko'p u Ha, yerda juda. san'atning ixlosmandlari Juda, ko'p u Nimasi bor yerda. Xorazmda? Nimasi O'zi bor? bir sho'x, bir jozibali xalqda endi nima. Tabiati Xorazm shu, shunaqa, Tabiatan, quvnoq. ha. Hollar, ko'p hollar ko'rganman mana Xivada, nimada. Ish qilib san'atda avvaldan juda ham yaxshi ko'radi. Siz aytgandek, ko'pchiligini uyida haligi nima ham bo'ladi. Tor bor, doira. ha. musiqa asboblari Yaxshi ko'radi ham o'zlari ham ozgina ko'p ozmi ko'p biladi-da ijro qilib. Bilishadi, bilishadi. Qizlar Ko'pchilikni bilaman. Qizlar Xorazm. raqsni biladi. Yaxshi Qizlar o'ynaydi. raqsni. Shu Umidaxonni ham bir jo'natib yuboraylikmi, bir Xorazmga 1 yil yashab kelsalarmi deb turgandim. yo'q u siz ham menimcha hammasi joyida agar xorazmga yaxshi borsam keyin bilaman. san'atkor bo'lib ketaman Raqsga bir tekshirib ko'rasiz haliroq opam. ha Xorazmchani qilib yuboradilar. O, tamam. Ha, battle qilamiz raqqosangiz bilan Raqqosa birgalikda. bo'ladi bo'ldi gap bo'lishi mumkin emas siz nafaqat yaxshi ijodkorsiz oilada yaxshi beka ayol yaxshi buvijonsiz rahmat. oilangizga ko'pchilikni havasi keladi Rahmat. turmush o'rtog'ingiz Safarboy aka bilan adashmasam 50 yillik yarim asrlik turmushingiz davom etyapti ko'z tegmasin shunaqa mustahkam go'zal oilangizga mana 50 yillik turmush ba'zan ko'ramiz yoshlarimiz orasida 5 yilga ham chidolmaydigan darrov ajrashib ketadigan oilalar bo'lib qoladi o'zi 50 yil mana shunaqa totuv tinch go'zal hayotga erishishni bir sirlari bormi birgalikda yashab ayol kishi va Menimcha- erkak kishini qaysi bir jihatlarini angladingiz Hammasi o'sha san'atni sevganimizdan deb o'ylayman. Safar og'a u ham endi san'atkor, ular ham torchalib ashula aytadi. yoningizda yurdilar qancha yil 20 yil birga yurganmiz. Shu hamma to'ymi, konsertmi hammasiga. Keyin televideniyega ishga chaqirib yuborishdi. Keyin do'stimi birovlar kelib 20 yil tansoqchingiz bo'lganlar. Ha, duetdoshmas. O'zlari ham ashula aytardi. O'sha to'ylarga borganda boshida ularni chiqarib yuborardim. 3-4 ta narsani ular aytardi. To'yni boshlab berardi, keyin men chiqardim.
shunaqa qilib 20 yil yurganmiz. Keyin bular ishga chaqirib qoldi. Keyin 20 yil endi yoningda yurdim, endi bo'ldi, endi bu yog'i ishonchlisan deb. 20 yil sinovdan o'tding dedilar. Ha, sinovdan o'tding, 40 yoshdan ham oshding endi. Mayli endi o'zing bora qol deb, endi yonimizda baribir hammasi o'zimizga yaqin, o'zimizni qishloqdan u shunaqa muzikantlar. Tanishlar hammalari. Tanishlar, yaqinlarimiz bilan bir amalladik baribir. Boshida sal qiynaldim, keyin o'rganib ketdim. Opa, Mana- kelisholmay hozir Umidaxon menga qiziqdi. Yo, 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 bemalol. Kelisholmay qolgan paytlaringiz bo'lganmi? Qanaqa qilib murosaga kelishasiz? Kim birinchi yon bosadi? Ularmi, sizmi? Yil kelishib yashash ham oson emas. Albatta. Unaqa urib to'polon bo'lmagan-u. Sal anaqa xafa bo'lsam Arazlashib yoki arazlasam, Doira uchganmi? 2-3 kun yo'q, unaqa Unaqa uchish bo'lmagan. kuchlar yo'q. Prosta sekin 2-3 kun arazlab yuraman, gaplashmay. Nima qilib, keyin 3-4 kun chidolmay. Kim gap boshlaydi? Safar og'a nima deydi? Safar og'a nima deb gap boshlaydi? Ha, shu haligi menga yoqadigan gaplar topadi-da. Anu ashulangni zapis qilish kerak edi. Anuni syomka qilish kerak edi. Shuni anaqa shunaqa Bu vaqt, shu ijoddan boshlaydi. Menga u yoqadi-da u. Shu meni ijodim bilan qiziqsa, menga yordam berib, shunaqa qilish kerak desa, menga u yoqadi. Keyin sekin o'zgarib yana ular ko'proq yaxshi ko'radilar, tan oling. ha. Ko'proq yaxshi ko'radilar. O'zi oilani mustahkamligi kimni muhabbatga ko'proq bog'liq deb o'ylaysiz? Shu Er yaxshi erkak. ko'rish kerakmi, Ha, er. ayol? Er yaxshi ko'rish kerak. Er yaxshi ko'rish. Er sizni yaxshi ko'rsa, siz erkaklar bo'lib yuraverasiz. Ana. Mazza qilib. Yana aybdor. To'g'risi. Nimadir bo'lsa shu er kamroq sevganda, shuning uchun shunaqa bo'lgan. Yo'q, Yana biz aybdormiz. kam sevsa Hech kim bo'lmaydi-da. sizni ayblamayapti. Yo'q, u ma'noda emas. Endi sevdirishni ham bilish kerak-da. Shunchaki erkak kishini muhabbati butun oilasiga yetadi, qabilida so'zlayapti. Va kimdir yordam bera oladimi? Menga o'zi yo'qmi bu joyda? Studiyada kimdir bormi Yo, yo'qmi? sevish Yo'q, qo'lingizdan keladimi? Sevdirish ham kerak-da. Sevdirish ko'ngilda bo'lish kerak. To'g'rimi, opa? Shirin yumurta baraklarni qilib bergandirsiz Safar og'amga, to'g'rimi? Shuncha sevib qolganlar-da. O'zi oshxonaga kirib turasizmi tez-tez? Oshxonaga kirib turasizmi hozirda ham ular uchun? 35 yoshgacha Oshxonadan chiqmaganman demadingizda. yo'q, chiqqanman endi. Yo'q, ko'pincha endi baribir shogirdlar bo'lardi-da uyda. Ha. Undan keyin hammasi Farzandlaringiz? uyda 5 yil, 6 yil uyimda yashardi, to'g'risi. Shunaqa shogirdlarim bor-da. Keyin 35 yoshdan keyin ham uyda hamma ishini qilib, ham uzoqqa to'ylarga borib 6-7 soat ashula aytish qiyin bo'lar ekan. To'g'ri. Keyin charchab qoladigan bo'ldim-da, keyin shu bilan shogirdlarni uyga olib kelib qo'ydim, qarindoshlarni qizlarini olib kelib qo'ydim, shunaqa yordamlashishdi. Bo'lmasa bo'lmaydi san'atkorga baribir. To'ppa-to'g'ri. Shunaqa yordamchi bo'lmasa bo'lmaydi. Lekin yana bitta gap eshitganman, Sulton Poshsha juda qattiq qo'llar. Shu kimdir agar ko'ngillarida ish qilmasa, shartda joyiga qo'yib qo'yganlar deb eshitganman, opa. Endi qattiq qo'lligim ham bor. Men uyda bolagan, nimalargan. Bir qo'limda asal tursa, bir qo'limda qamchi turadi-da. Yo'q. Bo'lmasa bo'lmaydi. Ha. Endi u unaqa uncha-munchada bo'lmaydi-ku u Ha narsa. endi. Ha, juda nima qilsa, unda ham 1, 2, 5, 10 aytiladi, o'rgatiladi. Keyin shunda ham nima bo'ladigan bo'lsa, sal qattiqroq Qamchi ishga tushadi keyin. Endi yaxshi otgan bir qamchi tishgan. Safar akam ham tashqarida o'tiruvdilar, olib kelsak bo'lar ekan. Shu qamchilarni ko'rganmilar yoki yo'qmi ular ham? Yo'q, ularga. Ular birodan qamchi yemaydi, unaqa o'tirganini qaraman. Ha, unaqa qaramayman. Makkammi? Ha, shuning uchun Safar og'a birinchidan o'zi san'atkorda. Ikkinchidan nimagadir meni san'atimni juda ham yaxshi ko'rib qolgan, oshiq bo'lgan. Men qo'shiq aytsam, orqamda tor chalib nima qilib turardilar juda Sizni ham. qo'shiqlaringizdan ilhomlanib. Unda ilhomlanib. to'ygacha tanish bo'lganmisizlar Ha, shunda? biz bir ansamblda ishlaganmiz. Ha. Bir Shaxsan ansamblda o'zlari ishlaganmiz. onajonlaridan Sulton Poshsha opamni qo'llarini so'raganlar. Ha, men bilan gaplasha olmasdim. Men endi yosh qizman, birov gapirsa jahli nima qilasiz-ku? Ha, jahlingiz chiqib. Jahli chiqib. O'shanda ham qamchingiz bo'lgan ekanda. Ha, o'shanda nima qilib darrov ha deb boravermaysiz-ku oxiri ham. Shu bilan qo'rqib onam bilan gaplashgan. Mana shu qizingizni menga berasiz, bermasangiz bo'lmaydi. Bu ashula aytish kerak, bu san'ati unaqa deb onamni nima qilib, onam keyin menga shu haligi nimalarda ham aytganman, 300 talab xat kelsa 150 tasi yigitlardan bo'ladi.
o'sha ichida rasmlarni yuvarardi. Mana bo'yim 1.70, ko'zim ko'k, sochim jingalak debda endi sizni yaxshi ko'rib qoldim, shunaqalar ko'p edi-da endi. Bu payt boshqacharoq payt edi-ku. Nimalar kam. yo'q edi. Ha, yo'q edi. Jonli xatlar qachon televizorda qachon biz chiqsak o'shanda ko'radi, boshqa payt ko'rmaydi. Muxlislarda endi. Ha, shunaqalar bo'lib, shu juda nima deydi, qattiq kirishganlar. Qoyil, lekin onangizga Ha. shu aytishlarini bekorga aytmaganlar sababi bo'lgan. Ha, Chunki shu- onangiz boshqalarni ko'ndira olishni bilganlar shuni- menimcha. Keyin onam san endi bu hokimning o'g'liga, injenerning o'g'liga qiziqma bolam. Sen shunday aytishing kerak. Shuning uchun men shu Safarboy degan bola seni ham o'qitadi, bolalaring bo'lsa bolalaring ham boqadi, onalari ham ashula ayttiradi. Senga sharoit yaratib beradi. Senga ashula ayttiradi, sen ashula aytishing kerak deb onam shu Safarog'ani aytaverardi ko'p. Ana Sulton Podsho. Ha deb mana bizni ha er yaxshi ko'rish kerak. Ha deb bizdan bahona topavermanglar. Mana Safarboy akam o'shanda bergan va'dalarini mana 50 yildan ham ortiq ushlabdilar, to'g'rimi? To'g'ri. Onangizga va'da berganlar. Men sizni qizingizni baxtli qilaman, ijodda gullab yashnash kerak deganlar va so'zlardan chiqqanlar. Qoyil. Biz yigitlarga hech qanaqa o'z sizlar o'zingizga kerak bo'lgan paytda vaziyatni o'zingizga to'g'rilab olaverasizlar-da. Qayerdagi erkaklarni obro'si bor, hurmati bor, muhabbati bor, o'sha yerda baxtli oila bo'ladi. Biz bunga ishonamiz. Shunchaki biz sizga suyanamiz. Qabilida aytyapmiz Bahodirjon. Hech ham xavotir olmang. 8-marta yaqin darrov urush chiqarishni xohlayapsiz. Darrov urushib Sezib qoldilar, savob olib bermasalar. Umuman mana o'sha turmush davomida anglab yetdingizmi? Endi oila, mustahkam oilaning bir nozik sirlari bor-da. Ayol kishidan nimalar talab etiladi? Masalan, oilaning o'sha mustahkam bo'lishida, erni jahli chiqqanda ayol kishi qanaqa yo'l tutishi kerak yoki mana bugungi kun bilan solishtirganda, bugungi yoshlarning hayoti bilan solishtirganda qanaqa kamchiliklarni sezasiz ularda masalan? Imkon qadar shu er bilan aytishmaslik kerak-da. Yashang. Jim bo'lib, mayli 3-4 kun gaplashib yuraman, o'zi yaxshi bo'lib qoladi. O'ziga kelib qoladi. O'ziga kelib qoladi. Chunki foydasi yo'q. Uni foydasi yo'q. Erkak kishi borniki o'zini aytganini to'g'ri deyishim kerak. Boshidan ular menga ham aytgan shu oqni men qora desam, sen ham qora deydi. Ko'rdingizmi? Endi u vaqtincha-ku endi baribir. Shuning uchun jimgina haligi asabni buzmaslik uchun deb jim qolasiz. Ya nari borsa shu bitta Farg'onacha qo'shiq kuylaverasa, muhabbat degan hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Opa, dasturimiz yana ham yaxshi bo'lsin, oilalar tinch bo'lsin. Shu qo'shig'ingizni bitta aytib bersangiz, maza qilib. Hammasi bir xil xorazmcha yoki og'ir bo'lmasin deb qo'shiqlarimni har xil olib keldim. Marhamat, biz Farg'ona yo'lida aytilgan. Xo'p, Umida Xo'jaqulova, bizni vaqtimizni ko'p olmang, vaqtimiz qisqa. Yuring qani opa? Qani yuring. Yo'q, albatta. Mana asablar haqida gap ketdi. Administratorlar Gah bo'stonga cho'ldir muhabbat, quyosh sari yo'ldir muhabbat. Gah bo'stonga cho'ldir muhabbat, qoshni yorgan guldir muhabbat. Sevmaydi deb o'ylama jonim, qoshni yorgan guldir muhabbat. Sevmaydi deb o'ylama jonim. Men taqdirning toshiga ko'ndim, ko'zlarimning yoshiga ko'ndim. Men taqdirning toshiga ko'ndim, ah ko'zlarimning yoshiga ko'ndim. Sinov ham bardoshiga ko'ndim. Sevmay
sevmaydi deb o'ylama jonim. Chin muhabbat chinaqni esla, baxtni esla, bebaxtni esla. Chin muhabbat chinaqni esla, baxtni esla, bebaxtni esla. Yashin urgan daraxtni esla, jonginam sevmaydi deb o'ylama jonim. Yashin urgan daraxtni esla, sevmaydi deb o'ylama jonim. Yuzlarimda yig'lama jonim. Ah, sevmaydi deb o'ylama jonim. Qoyil. Yashang. Bravo, tasanno. Rahmat. Roza Rajabova, ularga alohida qarsaklaringiz Qarsaklar, raqqosamizga. ha. Keling onam, Katta keling. Yodlab Aynan qo'yadilar siz. shularni. Yodladilar. Lekinchi, lekin Sulton Pasha bitta narsaga e'tibor berdim. Hozir keling mana bu yoqqa o'tib olaylik. Bitta narsaga e'tibor berdim. Aytaymi nimaga? Mana haqiqiy maktab ko'rgan raqqosa ekanlar. Chunki har bitta so'zingizga aktyorlik mahoratini ham ishlatdilar-da bular. Qoyilligini. Ko'zlaringga ularga endi chidab bo'lmaydi lekin. Voy, aynan sizdan, aynan. Men nima desam shuni Buncha taajjublandingiz. Qisqagina reklama tomosha qilamiz. Joyimizga o'rnashib boramiz. Siz Zudlik bilan, uzoqlashib ketmaysiz. Hali qiziqlari oldinda. Xo'p. Aziz muxlislarimiz, omon-omon dasturini tomosha qilyapsiz. Cheksiz mehr muhabbat sizga bo'lsin va sizda ham u xuddi shunday cheksiz. Uni atrofdagilarga ulashishda aslo xasislik qilmang. Biz esa mehrli salomlarni o'qib eshittiramiz. Sulton Poshsho opa, sizga nihoyatda ko'p salomlar yetib kelibdi. Sulton Poshsho Udayevaga katta rahmat. U kishi bizga qo'shni Jizzax viloyat G'allorol tumani O'g'at qishlog'iga kursdoshi Iskandar akanikiga juda ko'p marta kelib mehmon bo'lganlar debdilar. Ana. Sizni yaqinlaringiz Rostmi shu? yog'ishyapti. Buxoroda ham qor yog'di, lekin kam debdilar. Tojikistondan Zehniyor bo'laman debdilar. Ko'rsatuv zo'r bo'lyapti debdilar. Ijodkorga rahmat deganlar. Tojikiston Respublikasi Maschoq tumanidan alangari salomlar bo'lsin. Bizda ham qor gupillab yog'yapti. Fursatdan foydalanib, onajonim Said bibini tug'ilgan kuni bilan tabriklang. Iltimos debdilar. Tabriklaymiz, umrlari uzoq bo'lsin. O'qing. Qashqadaryo Kosondan Shohruhnoma yo'llayaptilar bizga. Sulton Poshsho opa, sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Oilaviy, ota-onam sizga qanchalik mehr muhabbat qo'yib, siz ashulalaringizni, qo'shiqlaringizni tinglagan bo'lsalar, ular orqali men ham sizni yaxshi ko'rib qolganman, deyaptilar. Rahmat kattakon. Salohiddin Ochilov yozyaptilar. Samarqand Kattaqo'rg'ondanman. Kursdoshlarim bugun darsga kechikmay kelishsin. Har holda bizda ham qor yog'yapti. Navoiyliklar sizni kechikmasdan kelishingizni so'raymiz, deyaptilar. Xo'p, bo'ladi, nomi yetkazildi. Sulton Poshsho opa, tashrifingiz muborak bo'lsin. Juda ham xursand bo'ldik bugungi iliq suhbatlardan. Juda samimiy bo'lyapti. Nilufarxon Surxondaryodan yozibdilar. Katta rahmat sizga. Surxondaryo viloyati Shohqishloqda Hamroyev Karomatullohman. Sulton Poshsho opa, sizni oldingizga to'yga doira chalganman. Oq ilon qo'shig'ingizni aytib bering iltimos, debdilar. Ana. Sizda doira chalgan ekanlar shu yigitimiz. Urganchda qor debdilar. Yana bir muxlisimiz. Qarshida qor yog'yapti. Sulton Poshsho opaga alangari salomlar bo'lsin. Iltimos oq ilon qo'shig'ini aytib bering debdilar. Juda ham ko'pchilik so'radi. Oq ilon qo'shig'ingizni. Baribir o'sha qo'shiq bilan sizni tanishadi, tashrif qog'ozingizga aylangan. Qisqacha imkoni bo'lsa, jonli ijroda shu qo'shiqni eshitsaga, keyin esa ro'znomalarga to'xtalamiz. Siz yo'llashdan davom eting. Bu kerak emas, ha? Aha, yo'q. Mana administrator o'z ishini qilyapti. Mikrofon bor, opa. Ko'p aytmang, qimmatga tushib ketishadi. Ikki qator bo'ladi. Hay ak ilan, appak ilan, aydında yatkenin kanı. Sen ki meni yaman dedin, yaxşini tapkenin kanı. Hay ak ilan, appak ilan, toningni tashlab ketma. Olib menga yaman kuningni tashlab ketma. Hay ak ilan, appak ilan, aydında yatkenin kanı. Sen ki meni yaman dedin, yaxşini tapkenin kanı.
Ey, yashang, qoyil. Ertalabdan ovozimcha ishlamaydi. Yo, ovozingizga ko'z mayli. tegmasin. Hozir hamma yozyapti. Yaxshi uxlamadim. Ovozingiz qo'ng'iroqdek, opam Rahmat. degan SMSlar yetib kelyapti. Sultonbek bo'ling. bizga noma yo'llayaptilar. Ko'rsatuv juda ham yoqimli bo'lyapti dedilar. Rahmat sizga. Piskentdan Nargiza bo'laman deganlar. Rasuljon yozyaptilar. Namangan Nanayda 1 metr bo'ldi qor debdilar rostdan. Qayerda? Qayerda? Namangan Nanay qishlog'ida Ha, tog'li 1 metr hududda bo'ldi bo'lsa qor kerak. debdilar. Qoyil, Nanaga gap borib bo'lishi mumkin yaqin. emas. Qoyil. Xo'p, bizni biz Kosonsoydan yozyapmiz. Onam Mavludaxon opajonimni tug'ilgan kunlari 70 yoshlar bilan tabriklab qo'ying iltimos, omon-omon ko'rsatuv ijodkorlari. Tabriklaymiz. Shu yoshlari katta bo'lgan onajonlarimizga, bugun tug'ilgan kun nishonlayotganlarga va barcha O'zbekistondagi va butun jahondagi chetda ham muxlislaringizga, tomosha chet eldan ham tomosha qilishadi. Bizni Meni yurtim rahmat. telekanali. Qo'shiq sovg'a bo'lsin. Bahodir. Bitta qo'shiq Yana sovg'a bitta bo'lsin. qo'shiq. Opa, bitta. Endi Endi bitta- ma'murlik vazifamni bajarmasam bo'lmaydi. Rahmat, agar ruxsat bersanglar. Qaysi birini aytamiz? Bitta Hozir shu mana- Zaynab xonim Xanlarova kuylagan bitta ozarbayjoncha maqom bilan. Aha. Qani marhamat, birga Ozarbayjoncha boshlanib buyog'iga sho'xlashib ketadi, opa. Ha. Aynaning. Qardosh. Bilaman. Qo'ying. Bilaman, Olib bilaman. ketasiz o'zingiz bilan. Rostdan. Keling marhamat. Juda kam oylikka ishlayman, ona. Yo'q. Ha, 10 million bersangiz yetadi. Ko'p emas. Oh. Perişan eden sensin beni derbeder eden, sensin beni perişan eden, sensin beni derbeder eden. Bale, yashang. Rahmat. Paklon, пожалуйста. Qo'lingiz oling, qo'lingiz oling. Hamma o'zini ishini qilsin. Opa, yomonsiz. sezdingizmi? Rahmat. Sezdingizmi? O'zaxonim Mana shu Rajaboga rahmat. iPadchimizni ham, musiqa qo'yadiganni ham ishdan bo'shatib yuboramiz shekilli, opa. Siz ozarbayjoncha dedingiz, turkchasini qo'yib yubordi, bildingizmi o'zingiz ham? Yo. Keling. Biz hammasini mehr bilan eshitamiz. Ha. Hali qo'shiqlarimiz davomli. Bilamiz, sizni imkoniyatlaringiz cheksiz, ovoz imkoniyatlaringiz, umuman har bitta millatni qo'shig'ini chiroyli qilib maromga yetkazib ijro etasiz. Ko'z tegmasin. Keling, biroz yana tarixga qaytsak, Sulton Pasha opamning ijodlarida juda ham ko'p samimiy kliplar bor. O'sha davrni eng samimiy, chiroyli kliplaridan birini hozir birgalikda tomosha qilsak, eng muhimi u jarayonda soddalik bor. U jarayonda mehr bor, u jarayonda san'atga bo'lgan e'tibor bor. Ana shu jarayonlarni menimcha yurtdoshlarimiz ham sog'inishgan. Sodda, samimiy vaqtlarga birgalikda sayr qilsak. Qani marhamat. Çevirmeni kıyak koyup, beni çeker bağrım koyup, sinelerim külüp soyup, akmazları yar geledi. Sinelerim külüp soyup, akmazları yar geledi. Sucu yar geledi, dedi eser var geledi. Sucu yar geledi, dedi eser var geledi. Voy, qoyil. Go'zalligingizni qarang. Ko'z Bu yerda tegmasin. lekin undan ham chiroyliroq ko'rinyapsiz. Qarang. Opa. Sodda, chiroyli jarayonlarni qarang, kliplarni qarang. Shunaqa. Bir narsani so'ramoqchi edim. Anchadan beri ko'nglimda tugib qo'ygan bir savolim bor. Sulton Pasha opa, mana shuncha yillik turmush, shuncha yillik ijod va bir narsa meni qiynaydi. Mana shunday insonlarda ham armon bo'larmikin? Nimanidir armon qilasizmi? Albatta, armonsiz odam yo'q bo'lsa kerak. Shunaqa bo'lsa kerak. Masalan, nima deydi? Ota-onalarimiz bilan vaqtimiz kam nima bo'lgan. Birga o'tgan. Birga o'tgan Kam vaqtimiz. Maktabni bitirdim, 1 yilgina yurib, keyin turmushga chiqib ketganman. 18 yoshda. 18 yoshda. Safarog'iga. Keyin ular bilan maktabda endi maktab o'quvchi borib kelib ular bilan o'tirib bemalol maza qilib suhbatlashib, ko'p yashamaganman-da. Diydorlarga Endi qadar 17 yosh qo'yilmagan. paytingizgacha yashaganingiz u bolalik bo'ladi-da. To'g'ri. Yosh bo'lgansiz. Keyin endi biz Toshkentga ketib qoldik qishloqdan. Keyin ular har zamonda bir kelib ketadi, biz boramiz har zamonda. Unda ham hammasi shoshilinch. Masofa uzoq. Hozir endi keyin yoshingiz o'tib shular juda ham bir o'ylab siqilib sog'inib ketaman ular juda. To'g'ri. Sog'inib ketaman juda. Armon shu. Nima deydi, o'sha yaqinlarimizni o'tgani nima bo'ladi? Otamiz, onamiz, o'g'limiz orasida. Keyin ikkita ukam, bitta akam, yaqin qarindoshlardan bor Ularning endi. yo'qligi. Yo'qligi. Hammasi
endi shu armonda baribir. inson baribir har qanday vaziyatda ham sinovlardan mardonavor o'tishga harakat qiladi. Har birimizni o'ziga yarasha hayotda Iloji yo'q. sinovlarimiz bor. Kimdir mana orzu qiladi san'atkorlarni hayotini Ha, to'g'ri. hashamatli, har bir kuni chiroyli, har lahzasi go'zal bularni Har kuni bayramda o'tadi sahnada deyishadi. bo'lishadi deb Yo'q, o'ylashadi. endi biz ham uyda Lekin shu- ishoning, san'atkorni hayoti shunaqa sizga shunaqa ko'rinadi, lekin ularni ham o'ziga yarasha Ha. qiyin, sinovli va albatta To'g'ri, to'g'ri. siz bir kun ham yasha olmaydigan hattoki Paytlari jarayonlari bor. To'g'ri. Agarda masalan shunaqa bir noodatiy savol Bahodir sizga ham. Kimnidir hayotini yashagingiz keladimi? O'sha kim? Mana shu insonni hayotida yashagim keladi. Bir kunimni shu insonni hayotida o'tkazgim keladi deb o'ylaysiz. Manmi? Kimga havas qilasiz masalan? Kimni hayotida? Hech Men baribir o'sha baxtli ustozlarimni hayotini. ustozlarni. Masalan, Ortiq akam Otajonov mana shuncha 4-5 farzand o'stirdi. Shuncha ijod qildi. Gulsar opam bilan yaxshi yashadi. Ko'rdingizmi? Juda ham havas qilaman, yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Bizni davrimizdagi ustozlar hammasi ham shunday. Obomurod akammi, Ortiq akammi, Olmaxon opam ish qilib. Shularning hayotlariga biz juda havas qilganmiz. Endi hamma tomonidan mukammal bo'lish qiyin-ku, To'g'ri. lekin ular shunga erishgan. Lekin sizni erishganlaringiz ham To'g'ri. O'shanga havas qilganmiz-da biz. Hammasini yaxshi ko'rganmiz, san'atini o'zini hurmat qilganmiz, eshitganmiz, o'rganganmiz ko'p narsa. Lekin u qadar jon jahdingiz bilan kirishmagansiz, to'g'rimi? Yo'q. Me'yorida ijod qilgansiz. Ha, shu. Haddan ortiq mashhurlikka ham intilmagansiz. Yo'q. Mashhurlik bizlar davrimizda u mashhurlik degan gap yo'q edi. Men ashulani yaxshi ko'ramanmi? Ashula aytsam, odamlar qarsak chalsa bo'ldi deydi. U to'y-po'ylarda ham o'ylamaganmiz. Nima endi bir 20 yoshda nimani o'ylaysiz? 17, 18, 19, 20 yoshda. Shu Bugungi san'atga, bugungi san'at olamiga, mana shu biznes deyapmiz. Shu jarayonga, yoshlarni san'atiga qarab qanaqa xulosalarga kelasiz? O'zingizni davringiz bilan yo'q solishtirib. endi. Qanaqa tafovutlarni sezasiz? Umuman boshqa dunyo hozir payt boshqa zamonda. Unda baribir odamlar ozgina yo men o'zimni soddadil, beg'ubor, boshqacha bo'lganda endi. Sahna ham, eshituvchilar ham balki mana bu nimalarni kamligidandir. Hozirda juda informatsiya ko'p, hamma qo'shiq bo'lib ketdi. To'g'ri. Qayerdan xohlasa eshitishi mumkin, To'g'ri. xohlagan qo'shig'ini topib. Avvalo bizlarni bir yilda ko'radimi televizorda chiqsak, bir marta u paytda juda ham intizor bo'lgan ular san'atkorlarga, san'atga qo'shiqlarga. O'sha onajonni aytib chiqqan paytimda yig'lab o'tirgan odamlar, juda ham boshqacha kutib olib, kuniga 300-500 xat kelgandan keyin shundan bilaveringda, to'g'rimi? Ha, shu. Juda qarsak chalgan Haqiqiy odamlar, ishnavandalar, haqiqiy muxlislar bo'lgan. san'atkorlarga bo'lgan hurmat, e'tibor, umuman mehr, muhabbat umuman boshqacha bo'lgan. Shunaqa erkalab maza qilib ijod qilganmiz. O'sha davr zo'r davr, chunki odamlar qo'shig'imizni eshitgan. Nima aytsangiz ham ovozimizni eshitsa bo'ldi, yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'radi, eshitgan. Ular maza qilib eshitib, nima qilib o'tirsa siz ham aytgingiz keladi shular. Shunaqa. Haqiqiy san'at Eshituvchi bo'lsa. ixlosmandlarini Ha, ko'rganlar. eng ko'rganmiz. muhimi. Endi Haqiqiy. aha. To'ylarda boshida 1 soat faqat ashula aytardik. Kamida 1 soat. 1 soat, 2 soat ashula aytib, keyin yalla boshlanardi. Aha. 1 soatgina mana raqqasalarimiz yerlarda shunday aylanib o'ynab chiqadi. Shu bilan 3 soatda to'y tugaydi. Juda fayzli bo'lardi. Odamlar tiqqatmay o'tiradi-da. Menga yoqdi shu joyi. Aylanib o'ynab chiqadi dedingiz-ku. Shu joyi yoqdi menga. Yashang. Endi Umidaxon, Sultonposh opa, men administratorlik vazifamni bajaraydi endi. Ma'mur sifatida aytaman, Sultonposh opa xonadonlarda yaqinda juda katta quvonchli kun bo'ldi, chunki uzoq yillab 15 yilga yaqin kutilgan o'g'il farzand, ya'ni ularning farzandlari, nevaralari tug'ildi. Juda mehribon buvijon bo'ladilar. Mana o'zingiz ekranlarda ko'rishingiz ham mumkin. Nevaralari bilan mazza qilib rasmlarga tushishadi. Ularni bag'rlarida o'zlarini eng baxtli inson his qiladilar. Nevaralarga nimani ko'proq nasihat qilasiz? Nimalarni o'sha tarbiyada singdirib borasiz? Qizlarga uy ishlarini. Aha. Sen kim bo'lishingdan qat'iy nazar, shirin ovqat pishirishni, uyni toza tutishni, dazmol qilishni, yaxshi toza kir yuvishni, shularni bilishing kerak. Keyin uni boshqalar ikkinchi darajali deyman. Endi boshqasi ham kerak, o'qiydi hammasi. Ayollik xislatlarini birinchi o'rgatar ekansiz. Bilishing kerak, hammasini bilishing kerak, qilishing kerak.
O'qishni ham o'qishing kerak shuni ichida. Endi hammasi hozir nima qilib yotibdi, o'qib yotibdi. Sizni yo'lingizdan, san'at yo'lidan ketayotganlari yo'qmi? Bitta nevaram shu nimani bitirdi. Institut xoreografiyani. Endi bultur turmushga berdik. Endi bu yog'ini turmush o'rtoqlari hal qiladi. Yo'q, u nimada Ruxsat dars berdilarmi? berib, balet mesterlik qilib, qizlarga dars beryapti. O'rgatib nima qilib. Ancha bir ansamblda ancha 6-7 yil ishladi. Endi o'zi nima bo'ldi? Ustoz bo'lib, balet mesterlik qilib, mana qizlar biladi. Shahnozaxon. Shu Lekin mana san'at yo'li oson emas deyshadi. San'atkorlarni o'zi, nevaralari, farzandlari san'atni tanlashsa, bu yo'lni mashaqqatini bilgani uchun ham ruxsat berishmaydi ko'pincha. to'g'ri. Siz demak xayrixohsiz ularning orzulariga. O'zi xohladi-da. O'zi xohladi, qiziqdi. Yoshlikdan men uni berdim, raqsga, to'garaklarga qatnashdi. O'zi shunday institutga kirib ketdi keyin. Yashang. Tegmasin. Yashang. Umidaxon, endi xafa bo'lmaysiz. Do'stlik bilan, lekin bir ruslarda chiroyli gap bor. Drujba, slujba deyshadi. Nima demoqchisiz? Men sizga ajratgan vaqtim nihoyasiga yetyapti. Sulton Poshshamni olib ketishim kerak. Shuning uchun soat 8 bo'ldi mana. Avvalambor rahmat kattakon opajon. Lekin hali bitta qo'shiq aytib berishni men va'da berganman bularga, omonamonchilarga. Yo'q demaysiz. Yarim oyligingiz ishlab qo'ldingiz. Ha, bitta qo'shiq aytib beramiz. Ana undan keyin meni oyligimni berasiz. Men ketaman, opa. O'taman. SMS nomalarni yozgan, mehr muhabbat ulashgan hamma muxlislarimizga juda katta rahmatlarimizni aytib qolamiz va sizdan xorazmcha go'zal bir qo'shiq kutamiz. Birgalikda hammamiz ekran ortida ham o'rnimizdan turib raqsga tushamiz. Qani ketdik. Marhamat. Keling ona. Kar gitmez, şamanlarını pisand etmez. Belend dağını kar gitmez, şamanlarını pisand etmez. Sizni menen ayır geli, sizni menen ayır geli. Sulularını işqi etmez, perilerini işqi etmez. Köksümdeki gülzarlara, köksümdeki gülzarlara, anın en vermiş ki yetmez, anın en vermiş ki yetmez. Sizni menden ayır gelir, sulularını işqi yetmez, perilerini güç yetmez. Salgan sarap köşk yetmez, salgan sarap köşk yetmez. Sizni menden ayır gelir, sulularını işqi yetmez, perilerini güç yetmez.
konsa git çizmeke G'ubor konsa git çizmeke Qara chig'lar ashki yetmas Qara ko'zlar ashki yetmas Sizni mendan ayirgali Suvlarni ishqi yetmas Tarilarni güchi yetmas Sizni mendan ayirgali Suvlarni ishqi yetmas Tarilarni güchi yetmas Suvlarni ishqi yetmas Tarilarni güchi yetmas Qoyil. Gap bo'lishi mumkin emas. Ro'zaxonim Rajabovaga alohida rahmat. Voy. Umidaxon Xo'jaqulovaga ham alohida. Qo'shib olsangiz bo'lar ekan, opa. Yangi vakansiyamiz bor, ishga olamizmi yo'qmi? Bo'lalamisiz desa. Yaraydimi yo'qmi? Bir necha daqiqadan so'ng onajon men keling, mana bu boshman. tomonga. Keling davramizga. Keling. Bu yoqqa Yaxshi o'girib insonlar olamiz. bilan vaqt shunaqa tez o'tib ketadi-da. Rahmat. Sulton Pasha umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Bugungi shunaqa cheksiz mehr uchun, Rahmat. samimiyat uchun, Rahmat. bizga uchratgan vaqt uchun, Sog' shunaqa bo'ling. chiroyli qo'shiqlar uchun rahmat. Rahmat. Juda ham ko'p sonli muxlislar sizga SMS-nomalarni yozishdi, mehr-muhabbatlarni yozishdi. Ularni ko'pchiligini yetkiza olmadik, lekin dasturdan so'ng albatta hammasini o'qiydilar. Sizga alohida mehr uchun rahmat, hurmatli aziz muxlislarimiz. Umringiz uzoq bo'lsin. San'atimizda o'chmas, o'lmas qo'shiqlarni yaratdingiz. Rahmat. Yana xuddi shunday kuch bilan hech qachon qarimasdan shu yo'sinda davom etasiz. Ro'zaxon, ana bitta siz San'atingizni raqqosalarga ko'rsaylik. mos nima bor-ku? Ana. Endi tugatamiz. Bu qanaqa qoraqalpoqchasimi bu? Qolganlar Xorazmchasimi? ekran ortida Ha, ko'ramiz. qoyil, Aziz gap muxlislarimiz, bo'lmaz. yana omon-omonlikda, omon-omon tonglarda, sog'-omonlikda diydorlashguncha Omon bo'ling. Rahmat.